Dasturimizda davom etamiz. Kitobxonlik bu faqat ma'lumot, bilim olish emas, balki his etish, anglash va mulohaza yuritish madaniyatidir. Ana shu bilim va ma'rifat bayramini munosib nishonlash maqsadida viloyatimizda kitobxonlik haftaligi davom etmoqda. Haftalik doirasida undan oshiq ma'naviy ma'rifiy tadbirlar tashkil etilyapti. Olimlar, shoir va yozuvchilar, ma'naviyatchilar kitobxonlar bilan uchrashib, aholini millatning kitobga bo'lgan muhabbati va kitobxonlik madaniyatini yuksaltirishga katta hissa qo'shmoqda. Zamonaviy armiya bu harbiy texnikani egallagan yoki jismonan kuchli insonlar emas, balki ma'naviy yetuk, tarixiy xotiraga ega, yurt tuyg'usi va xalqning ishonchi bilan yashaydigan soha vakillaridir. Shu nuqtai nazardan qaralganda harbiy xizmatchilar orasida badiiy hamda tarixiy adabiyotlarning mutolaasi, madaniyatni rivojlantirishda, vatanparvarlik tuyg'usini mustahkamlashda hamda ma'naviy olamni boyitishda muhim ahamiyat kasb etadi. Uchrashuvda so'zga chiqqan O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi a'zosi, shoira Shahodat Isoxonova, publitsist va o'zbek adabiyotining taniqli vakili Gulchehra Shahobiddin qizi, O'zbekiston maqomchilar ansambli xonandasi Ra'no Hamidovalar shu haqda so'z yuritishdi. Qayd etildiki, kitob mutolaasi harbiy xizmatchining ruhiyatini mustahkamlaydi, insoniylik fazilatlarini qadrlash bilan birga o'z kasbiga bo'lgan shijoatni kuchaytiradi. Bu tadbirda yangi chaqirilgan muddatli harbiy xizmatchilarimiz va kontrakt bo'yicha harbiy xizmatchi ofitserlarimiz, serjantlarimiz tomonidan qiziqishlari yanada oshib borildi. Harbiy qismimizda harbiy xizmatchilar tomonidan bo'sh vaqtlarda ko'proq kitobxonlik kechalarini tashkillashtiramiz. Bunda yangi chop etilgan kitoblarni taqdimotini ham tashkillashtirib o'tkazamiz. Harbiy xizmatchilarimiz uchun har kuni belgilab berilgan 1 soat vaqt ichida kitob o'qish uchun vaqtlar ajratildi. Ijodkorlar nazm bog'idan saralangan she'rlari harbiy xizmatchilar uchun g'urur tuyg'usini uyg'ota oldi deyish mumkin. Masalan, Gulchehra Shahobiddin qizining Tugalanmagan parvoz nomli essesi harbiy xizmatchilarga o'zgacha ruh bag'ishlanganini bunga misoldir. Unda harbiy uchuvchilikni qismat deb bilgan yosh yigitning ibratli hayoti haqida so'z yuritiladi. Shu kabi ijodkorlar qalamiga mansub bo'lgan asar va she'rlar harbiy xizmatchilarning kelgusi hayot yo'lida ibratdir. Bugungi uchrashuv haqida keladigan bo'lsak, juda pozitiv kayfiyatdaman hozir to'g'risi. Anchagina kayfiyatim ko'tarildi. Tarixda bo'lib o'tgan buyuk shaxslar haqida, mana yozuvchilar haqida, yozuvchi ayollarimiz haqida bir nechtalarini misol keltirib aytishdi. Ularning o'tgan hayotlari, o'shalardan o'zimga xulosa chiqarib, vatanga munosib farzand bo'laman deb o'ylayman. Muloqot davomida taniqli xonanda tomonidan kuylangan qo'shiq ijodiy kechaga fayz baxsh etdi. Yakunda esa mehmonlar o'zlarining kitob jamlanmalarini harbiy qism jamoasiga topshirishdi. Paxtakor tumanidagi musiqa va san'at maktabida ham kitobxonlik haftaligi doirasida ijodiy uchrashuv tashkil etildi. Ushbu uchrashuvda umumta'lim maktablari o'quvchilari va o'qituvchi pedagoglar ishtirok etishdi. Tadbirda so'zga chiqqanlar mamlakatimizda kitob mutolaasini keng joriy etish, aholi, xususan yoshlar o'rtasida kitobxonlikni rivojlantirish davlat siyosati darajasida targ'ib qilinayotgani, mahalliy, shuningdek, xorijiy adabiyotlarni sifatli tarjima qilish, umuman tarjima maktabini yuksaltirishga katta e'tibor qaratilayotganini alohida e'tirof etishdi. Shuningdek, mehmon ijodkorlar o'z she'rlaridan o'qib berishdi. Yoshlarga kitob mutolaasining hayotimizdagi o'rni va ahamiyati ham tushuntirildi. Barchamizning xabarimiz bor. Mana bir necha yildan beri respublikamiz bo'ylab barcha viloyatlarda, tuman, shahar, chekka olis qishloqlarda, ovullarda kitobxonlik haftaligini o'tkazish an'anaga aylandi. Bu yil ham kitobxonlik haftaligimiz O'zbekiston kitobxonlar yurti shiori ostida bo'lib o'tmoqda. Hafta davomida viloyatimizning barcha tumanlarida, chekka qishloqlarda bu tadbirlar nihoyatda chiroyli, sifatli, samarali tashkil qilinib kelinmoqda. Bugun biz bu yil viloyat kutubxonasi rahbari bilan birgalikda mana shu Jizzax viloyatidan yetishib chiqqan buyuk shoir, yozuvchilarimiz, adiblarimizni taklif qildik va joylarda kitobxonlik madaniyatini yuksaltirish, yoshlar, aholi o'rtasida kitobxonlikni yanada rivojlantirish, ularni kitobga bo'lgan qiziqishlarini oshirish, mana shu o'zimizni yurtimizdan yetishib chiqqan adiblarni asarlarini ko'proq mutolaa qilishga ularni chaqirdik. Mana shu yosh yigit qizlarimiz ichidan kelajakda mana shunday bir yetuk shoirlar, yetuk yozuvchilar chiqishini, Zulfiya xonimlar chiqishini, Hamid Olimjonlar chiqishini, Nurali Qobillar chiqishini biz nihoyatda istab qolgan bo'lardik.
Kitob mutolaasi insonlarni hamisha ezgulikka chorlaydi va ma'rifatga oshno etadi. Yoshlar qalbida yuksak ma'naviyatni shakllantirishda kitob va kitobxonlikning o'rni katta. Tadbirda qayd etilganidek, keyingi yillarda mamlakatimizda kitobxonlikni rivojlantirish, ayniqsa yoshlar o'rtasida mutolaa madaniyatini oshirishga davlat siyosati darajasida e'tibor qaratilib, prezidentimizning bir qator qaror va farmonlari qabul qilindi. Bu esa yoshlar orasida kitobxonlikni targ'ib etishga xizmat qilyapti. Bugungi tadbir juda ham maroqli va quvonchli o'tmoqda. Bu yoshlarimizga ajratilayotgan e'tibordan yaqqol bir misol deb men hisoblayman. Kitob o'qish bu har qanday narsadan juda ham katta farq qiladi. Kino ko'rishdan, masalan, yoki boshqa qandaydir video ko'rishdan kitobni o'qib boshladingizmi, uni ichida yashay boshlaysiz. U alohida hayot hisoblanadi men uchun. Men oxirgi o'qigan kitobim bu ikki eshik orasi bo'ladi. Lev Tolstoy yoki Dostoyevskiy, ularni janri, ularni yozadigan uslubi juda ham takrorlanmas. Masalan, Dostoyevskiyning Oydin tunlar yokida Jinoyat va jazo, ular umuman boshqa hayot, boshqa dunyo, ularda yashash juda ham ajoyib men uchun. Men shu vaqtgacha mukammal 100 talik kitobi tuzilganligini bilmagandim. Bu 100 talik men uchun yangilik bo'ldi va ularning barchasini o'qib chiqishga harakat qilaman. Mazkur tadbir davomida iste'dodli yoshlar tomonidan milliy qo'shiqlarimiz ham ijro etildi. O'zbek adabiyotining eng sara she'rlari va g'azallariga bastalangan qo'shiqlar barchaga manzur bo'ldi. Ma'lumot o'rnida aytish lozimki, ushbu tadbir viloyatimizning barcha hududlarida davom etyapti.